Salom Abdug'aniyevich Karimovga men u insondan juda ham minnatdorman. Ben telefon sahnaga taklif qilaman. Via Barakan va guruhi. Marhamat. Bugun Nafaqat Qaysar oshiqlar filmining taqdimot marosimi. Bu bilan birgalikda ko'pchilikning joylaridan, qalblaridan chiroyli joy egallagan qo'shiqlar bilan barchamizni ko'ngillarimizni xushnud etib kelayotgan yosh ijodkorimiz, yoshlarimizni sevimli xonandasiga aylanib qolgan Jahongirning disk albom taqdimoti ham bo'lyapti. Sevimli san'atkorimiz Jahongirni Dilroz qarsaylar bilan taklif qilamiz. Hozirgi ijro etiladigan qo'shiq mana shu albomdan joy olgan va ilk premyera, birinchi eshituvchilari shu qo'shiqni siz bo'lasiz. Marhamat, Jahongir. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barchalarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bu kadar go'zal bo'lmasang, Zulayxon so'ra. Mendan qolmadi zarra misqol. Kelganingda himorim yonimda qol.
Bugun Qaysar oshiqlar filmining premyerasi ekan. Ushbu taqdimot marosimiga tashrif buyurgan barcha aktyor, aktrisalarimiz, texnik va ijodiy guruhni tanishtirib o'taman. Deyarli 1 yil davomida ushbu film ustida ish olib borishdi, mehnat qilishdi va buni sizlarning e'tiboringizga taqdim etishmoqda. Demak, g'oya muallifi Jamshid Hajiniyazov, postanovkachi operator va badiiy rahbar Iqbol Meliqo'ziyev, bastakor Doniyor Akzamov, postanovkachi rassom va ikkinchi rejissyor Otajon Dostonov, grim ustasi Ali Imanov, ovoz rejissyori Elbek Xushvaqtov, montaj rejissyori post production Shahriyor Ismoilov, texnik guruh Umid Ahmedov hamda Jobir Abdunordiyov, haydovchilar Farruh Abdurahimov va Jasur Abdurahimov, kartina direktori Umid Bo'riyev, prodyuser Ravshan Ro'ziyev, postanovkachi rejissyor Sherzod Bin, rollarni ijro etgan artistlar Muhammad Iso Abdulxayirov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Lola Yeltoyeva, O'zbekiston xalq artisti Elyor Nosirov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarasheva, Asqar Hikmatov, Shahrizoda Odilova, Yulduz Xbox nomi bilan mashhur lavozlari Yulduz Ayqashayeva, Zafar Asqarov, Umid Bo'riyev, Muhammadaziz Mahmudov, Shafodat Turanbayeva, Muhiddin Tuvalov, Oxunjon Ibodov, Mirtolib Mirmuslimov. Filmda bosh rollarni ijro etgan Jahongir, Hasan Shodiyeva va nihoyat Sherzod Bin. Kamilla go'zallik saloniga, Preshlife savdo belgisiga, axborot ko'magi uchun Darakchi gazetasiga, Navon.tv, Shok.uz saytiga, Daryo.uz saytiga, sb.uz saytiga, fattohxon.com saytiga, Sog'inch sadosi uzradio.uz saytiga ijodiy guruh nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va tashrif buyurgan kino muxlislarga o'z minnatdorchiligini bildirish uchun yonimga film postanovkachi rejissyori Sherzod Binni chaqiramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu aziz jannat makon bo'lgan baxtiyor insonlar, barchangizni mana shu muhtasham Alisher Navoiy nomli kino saroyida ko'rib turganimdan oz bo'lsa-da kichkina mehnatimizni hurmat qilganingiz uchun sizlarga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. To'g'risini aytsam, juda ham hayajonlandim. Agarda men to'g'risini aytsam, sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Sababi bugun xursandligimni, baxtliligimni sabab faqat bitta narsa deb bildim. Mana shu yurtda tarbiya topayotganimiz, mana shu yurtda yashayotganimiz va Alloh bir insonni sababchi qilgan. Bizning birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov. Men bu insondan juda ham minnatdorman.
Men film haqida gapiradigan bo'lsam, bu film ham o'sha aytib o'tganimdek, osonlik bilan chiqmadi. Bu ekranga chiqqungacha qancha yugurib mehnat qildik, harakat qildik. Agarda kam ko'sti bo'lsa, agarda biror bir joyi siz ko'yingizdek bo'la olmasa, agarda siz kutganingizdek bo'la olmasa, men bor uzr so'rayman. Chunki dunyoda bir aziz narsa bor, bu vaqt bo'ladi. Vaqtni pulga sotib olib bo'lmaydi. Uni hech bir narsaga alishib bo'lmaydi. Lekin ana o'sha vaqtingizni bugungi kechaga ajratganingiz uchun sizga katta rahmat. Men alohida bir insonlarni aytib o'tmoqchiman. Shu film uchun xizmat qilgan va oldingizda turgan Sherzod Bin degan inson uchun harakat qilgan insonlar bor. Men dastlab san'at yo'liga kirib kelganimda ilk qo'llarimdan tutgan inson bor. Alohida u inson uchun qarshi chalib, agar yo'q demasanglar sahnaga taklif etaman. Ajoyib kino rejissyor Jahongir Ahmedov. Men bu insonlarni sahnaga taklif etaman. Va alohida bugungi filmda badiiy rahbarlik hamda ham bo'lsa Iqbol Meliqo'ziyev. Hammalar qo'liga bering. Chiqing. Men bu insonlarni oldida juda ham qarzdorman. Men uchun to'g'risini aytsam, ko'p qayg'urishgan, ko'p mehnat qilishgan. Bu film uchun ham juda ham ko'p mehnat qilishdi, maslahat berishdi, yonimda turishdi.